Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qiziqarli TV kanali o'z layfhaklarini boshlaydi. Oldingi videolarimizda xabaringiz borki, Payme ilovalarida xato qilingan to'lovlarni qaytarib olish to'g'risidagi videolarimizni kommentariylarda so'rovlar bo'ldi. Alif ilovasida ham bu imkoniyat bor yo'qligi to'g'risidagi videorolikni tayyorlashimizni so'rab o'tishdi va so'rovga asosan biz Alif ilovasini ma'muriyati bilan bog'landik va kerakli ma'lumotlarni yig'dik. Albatta, videomiz sizlarga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'z mulohazazingizni qoldirasiz va do'stlaringizga tarqatib qo'yasiz. Like bilan tarqalishiga o'z hissangizni qo'shib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, Alif ilovasida qaytarishi imkoniyati bo'ladigan tizimlar bu kommunal to'lovlari va uyali aloqa to'lovlari hisoblanar ekan. Kommunal to'lovlariga nima kiradi? Suyultirilgan gazdan tashqari tok, issiq suv, sovuq suv, musordan tashqari yana internet provayderlar, aloqa operatorlarida qanaqa домашний telefon, Ucell, Beeline, Perfectum, Umes o'shalarga qilingan to'lovlarni qaytarish imkoniyati bor ekan. Sizlardan so'raladigan narsa faqat to'lovlarni amalga oshirgan holatingizda hammani xabari borki, Alif ilovasida cashback taqdim etiladi. Cashback ishlatmagan bo'lishingiz kerak va cashbackdan tashqari to'lovni qabul qilib olgan kommunal to'lovi deylik tokdan 1 so'm kamaymagan bo'lishi kerak yoki aloqa operatori yoki internet provayderlari. Ya'ni Wi-Fi ga to'lov qilganingizda o'shani hisobidan 1 so'm ishlatilmagan bo'lishi kerak. Va siz zaявкani qanday topshirasiz? Zaявкani topshirishingiz uchun Alif ilovasiga kirasiz va Alif ilovasida to'lovingiz to'g'risidagi ma'lumotlar, tranzaksiya raqamini topasiz va yoki chekni Alif ilovasida chat suhbat orqali yoki Telegramda Alif a'zo bot orqali murojaat qilib, pasport ma'lumotlaringizni bergan holatda to'lovlarni qaytarishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta shartlaridan biri 1 oy ichida, ya'ni siz 1-chislo kuni xato to'lovni qildingiz. Xato to'lovni qilganingizdan so'ng 2-chislo kuni siz qaytarishga zaявка berdingiz, ya'ni so'rovnoma berdingiz. 24 soat ichida pulingiz qaytariladi. Agar sizni to'lovingiz 30-chislo kuni bo'lib, keyingi oyda 1-sanasida siz zaявка beradigan bo'lsangiz, eski oylik hisobotlar yopilganligi tufayli u narsani qaytarish imkoniyati bo'lmas ekan va siz qilgan to'lovingizni 10 kun ichida so'rovini yuborishingiz mumkin. Agar 10 kunni oshib ketadigan bo'lsa, bu to'lovlarni qaytarib olishga imkoniyati yo'q ekan. Xo'p, bilmaganlar uchun hozir videoni ekran ulab, Alif ilovasida qanday qilib murojaat qilishimizni ko'rsatib o'tamiz. Demak, Alif ilovasiga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bizga quyidagicha oyna ochiladi. Oynada mana bu yerda tarix bo'limi bo'ladi. Tarix bo'limida siz deylik kommunal to'lovlarga mana bu deylik mana shu to'lovni ma'lumotini, tranzaksiya raqami mana bu yerda tranzaksiya raqami bo'ladi. O'shani kopiya qilgan holatda yuborsangiz ham bo'ladi. Murojaat qanaqa bo'ladi? Xo'p, asosiy bo'limga o'tamiz. Asosiy bo'lim mana bu oyna hisoblanadi va ustida ismingizni ustiga bosasiz. Bosganingizdan so'ng siz yuqoriga ko'tarasiz. Yuqoriga ko'targaningizdan keyin kod beriladigan savollar bo'limi bor. Shu orqali bosasiz. Bosganingizda birinchi qiladigan ishingiz, xohlasangiz qo'ng'iroq orqali call centerga murojaat qilib, call centerga murojaat qilgan taqdiringizda ham albatta Alif ilovasiga biriktirilgan raqamingiz orqali murojaat qilishingiz kerak va siz pasport ma'lumotlari, seriya raqamlarini bilib tayyorlab turishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi usul, chat bo'limiga kirgan holatda ma'lumotlarni jo'natsangiz bo'ladi. Yuqorida ma'lumotlar sizdan so'raladi. Pasport ma'lumotingizni jo'nating deydi, ism, familiya, otchestvoingizni jo'nating deydi. Shularni taqdim etasiz va sizga 24 soat ichida pulingiz ishlatilmagan bo'lsa qaytariladi. Hisobingizga kelib tushadi. Va uchinchi usuli, Telegram tarmog'ini tanlaysiz. Telegram tarmog'ini tanlaganingizdan so'ng sizga botga o'tadi. O'zini kanaliga o'tadi. Kanalida mana ko'rib turganingizdek Alif a'zo bot bor. Shu bot orqali ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizda assalomu alaykum kommunal to'lovlar deganingizda biz odatda quyidagilar
to'lovlarini nazarda tutamiz. Elektr energiyasini qaytaradi, tokni qaytaradi, gaz suvni qaytaradi, issiq sovuq suvni qaytaradi, suyultirilgan gazni qaytaradi, aloqa operatorlari va internet provayderlari qaytariladi va kommunal to'lovlar sifatida qabul qilinadi. Bular kommunal to'loviga kiradi. Kimlardir JEKga, ya'ni JEKni hujjatiy nomi kommunal xizmatlar boshqarmasi hisoblanadi. U ham kommunal to'lovlarga kiradi. Buni ham qaytarishning imkoniyati bor ekan. Shu to'g'risida ma'lumotlarni sizlarga taqdim qildik. Albatta, manfaatli bo'lsa, kommentariy, like, a'zolik bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.